Bunaqa o'yin bilan Eronni mag'lub etishni o'ylamasak ham bo'ladi. Eron bilan durang o'ynasak, do'ppimizni osmonga otishimiz kerak. Assalomu alaykum, sizlar bilan Imat Ahmadjonov. Sizlar Imat futbol kanalidasiz. Kecha O'zbekistonning Qirg'izistonga qarshi o'yinni hamma ko'rgan bo'lsa kerak. Kelinglar, bugun obzor qilamiz, ya'ni tahlil qilib chiqamiz bu o'yinda. O'yin aslida bizga juda ham qulay bo'lgan taktika. Ya'ni 3 ta himoyachi hamda 2 markaziy yarim himoyachi bilan boshlangan edi. Lekin tezkor qizil kartochka hammasini o'zgartirib yubordi. Aynan shuning uchun ham O'zbekiston terma jamoasi ko'p gollar ura olmadi. Sababi Qirg'iziston butunlay himoyaga yotib oldi. Agar Eldor Shomurodov penaltini amalga oshira olganida edi, balki qirg'izlar ertaroq ochilishi mumkin edi, lekin bunday bo'lmadi. O'zi Eldor Shomurodov hech qachon penalti tepmasdi. To'g'ri, Olimpiadada bir marta tepgan, unda omadli chiqqanda na klubida, na terma jamoada penalti tepmagan yigit bugun penalti tepmoqchi bo'ldi. To'g'ri, chunki u juda ham gol urgisi keldi. Lekin Eldor haqida yomon gaplarni gapirishimiz kerak emas, chunki maydondagi eng kreativ o'yinchi Eldor Shomurodov bo'ldi. Uning paslari juda ham chiroyli chiqdi. Uning sheriklari Eldor darajasida emasligi pand berib qo'ydi. O'zbekiston terma jamoasining birinchi goli va yagona goli individual mahoratlar orqali bo'ldi. Abbos Fayzullayevning chiroyli pasidan keyin Hojiakbar Alijonov bazor to'pni darvozaga yo'lladi. Bu yerda Qirg'iziston terma jamoasining darvozabonini ham maqtab o'tishimiz kerak, chunki u juda ham ko'plab zarbalarni qaytardi hamda murakkab seyflarni amalga oshirdi. O'yinning eng yaxshi futbolchisi aynan Qirg'iz terma jamoasining darvozaboni desak bo'ladi, garchi mag'lub bo'lishgan bo'lsa-da. Hojiakbar Alijonov bizning terma jamoada juda ham yuqori ball oldi, 8/8 ball sofa skor talqiniga ko'ra, chunki u penalti ishlab berdi, qizil kartochka olib berdi hamda gol ham urib berdi. Kelgusi uchrashuvda Jaloliddin maydonga tusha olmaydi, chunki 2 ta sariq kartochka bo'ldi. Undan oldin ham sariq kartochka olgan edi. Bu yomon narsa emas. Ko'pchilik yomon deyapti, lekin bu yomon emas. Bizning gruppada eng asosiy raqibimiz Eron emas, Birlashgan Arab Amirliklari. Eronga durang o'ynashimiz mumkin, balki mag'lub bo'lishimiz ham mumkin, lekin Birlashgan Arab Amirliklarini yutishimiz kerak. Birlashgan Arab Amirliklariga qarshi esa Jaloliddin Masharipov juda ham kerak bo'ladi. Aynan shuning uchun ham ushbu o'yinda Otabek Shukurov yana boshqalar ham sariq kartochka olib turgani yaxshi edi. Ko'p narsa yo'qotilmasdi, chunki Baga qarshi bizni juda muhim o'yinimiz kutib turibdi. Eronga qarshi o'yinimiz qanday bo'lishidan qat'iy nazar, Birlashgan Arab Amirliklarini yutsak, biz jahon chempionatiga chiqamiz azizlar. Sizlar bilan Imat Ahmadjonov bo'ldi. Kanalimizga obuna bo'ling. Video yoqqan bo'lsa like bosing, fikrlaringizni kommentariyalarda bildirib o'ting. Nima deb o'ylaysiz? O'zbekiston jahon chempionatiga chiqadimi yoki chiqa olmaydimi? Yana sharmandaviy ravishda oxirida gollar farqi 1 ochko, 2 ochko deb bahona qilinadimi?